O'zbekistonda urush bo'lsa, qayerga qochaydingiz degan savol javobli video ko'rib qoldimda. Yoshlar, yigitlar ko'pchiligi bitta ham ko'rmadim, bironta ko'rmadim. Vatanimni himoya qilaman, vatan uchun har doim jon beraman deydigan erkak ko'rmadim. Yigit ko'rmadim o'sha videoda. Balki kesib olib tashlaganmi? Hozir oldingilarda vatan tuyg'usi bizning yoshligimizda vatan tuyg'usi kitobi o'qitilardi. Mana muqannalar haqida kitob bo'lardi. Yozilgan, burnini, quloqini kesib vatani uchun jonini bergan, davlati uchun burni quloqidan ham jonidan ham kechgan vatani uchun, davlati uchun. Hozirgi yoshlar qanaqa fikrda shakllanyapti? Yosh kattalarimiz iltimos sizdan bolalarga vatan tuyg'usi, avlod ajdodlarimiz yashab o'tgan, yashaydigan, kindiq qonimiz to'kilgan, oldingilar nimaga urushga borgan, vatan qanaqa oliy ne'mat, tinchlik qanaqa oliy ne'matligini bir sal tushuncha berish kerak menimcha-da. O'zimni fikrim, o'zing nima qilib qo'ygansan deyishlaringiz mumkin. Men ham hech narsa qilmagandirman, lekin hech qachon vatanimni tashlab qochmayman. Vatanimni tashlab ketmayman. U vatanni himoya qila olmagan erkak oilasini himoya qiladimi? Qanday bu chetga borib, ana Boburlar boshqa davlatda podshoh bo'lib turib o'z vataniga kelishdi, vatanida yashashdi, gado bo'lsa ham vatanda yashashni orzu qilgan. Hozirgi yigitlarimiz bilmayman, pul topishga ketishi mumkin. Pulni topadi, yaxshi foyda qiladi, vatanga keladi, biznes qiladi, yashaydi. Lekin urush bo'lsa qayerga qochaydingiz desa, qochishni aytadi. Nima deyapsan? Qanaqa qoch degan fikr eshitmadim. Yoshlarimiz, u vatanimiz, vatan oliy ne'mat, tinchlik juda oliy ne'mat. Erkak kishi mard bo'lish kerak, vatanini himoya qilish kerak. Erkakmiz, bizga Alloh kuch bergan, quvvat bergan ayol kishidan ancha kuchlimiz, nisbatan ancha kuch berilgan, erkak degan nom berilgan. Shu erkak degan nomga loyiq bo'laylik, yigitlar, yoshlar. Bu ketishda yoshlar oilani ham himoya qila olmay qolasizlar bu turishda.